Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ota-onasining pensiyasiga qarab ro'zg'or reja qilayotgan yaqinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan keyin pensiya va nafaqalar indeksatsiyadan so'ng qanday o'zgaradi? Kimning puli oshadi? Kimda summa o'zgarmasligi mumkin? Qaysi holatlarda qayta hisob-kitob talab qilinadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya faqat bitta odamning daromadi emas, ko'pincha butun xonadon byudjetining asosiy tayanchi bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy misollar bilan, raqamlar orqali va amaliy qadamlar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, noto'g'ri tushunishdan va pulni yo'qotishdan saqlanadi. Avval vaziyat qanday edi? Pensiya tayinlanganda odamning ish staji, ish haqi, badallar, pensiya turi, yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Shularning hammasi hisobga olinadi. Keyin davlat tomonidan ma'lum davrlarda pensiya va nafaqalar indeksatsiya qilinadi. Indeksatsiya degani oddiy tilda shuni anglatadi. Narxlar, yashash xarajatlari, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon va kundalik ehtiyojlar oshgani sababli pensiya miqdori ham ma'lum foizga oshiriladi. Lekin eng ko'p chalkashlik mana shu joyda bo'ladi. Ko'pchilik indeksatsiya bo'ldi, demak hammaga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Bir kishining pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa, boshqasining pensiyasi 2 million 800 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar oshirish foiz asosida bo'lsa, qo'shimcha summa ham har xil chiqadi. Yana ayrim to'lovlar bor. Bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq to'lovlar, minimal pensiya chegaralari, ustamalar, kompensatsiyalar, parvarish puli, nogironlik guruhiga oid to'lovlar. Shuning uchun odamlar bank kartasiga pul tushganda nega qo'shnimga ko'proq tushdi, menga kamroq tushdi deb hayron bo'lishadi. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarni tushunishda birinchi qoida shuki, siz avval o'zingiz oladigan to'lov turini aniqlab olishingiz kerak. Men pensionerlar bilan ishlaganda ko'p ko'raman. Odam men pensiya olaman deydi, lekin hujjatda u yoshga doir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, nogironlik pensiyasi bo'ladi. Uning ichida qo'shimcha ustama ham bor. Har bir to'lov turi bo'yicha hisoblash mexanizmi farq qiladi. Shuning uchun yangi summani taxmin qilishdan oldin mening to'lovim qaysi turga kiradi degan savolga javob topish kerak. Endi kimlar e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar xavotirga tushmasligi kerak, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta guruh. Agar sizning pensiyangiz ish staji va ish haqingiz asosida hisoblangan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin odatda asosiy pensiya miqdori ko'tariladi. Masalan, siz ilgari oyga 1 million 800 ming so'm olgan bo'lsangiz, oshirish foizi qo'llangandan keyin sizning yangi summangiz shu bazaga nisbatan qayta hisoblanadi. Agar shartli ravishda 10% oshirilsa, 1 million 800 ming so'mning 10% 1 ming so'm bo'ladi va yangi summa 1 million 900 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin bu faqat oddiy misol. Amalda ayrim ustamalar alohida hisoblanishi, ayrim to'lovlar esa o'zgarmasligi mumkin. Ikkinchi guruh minimal pensiya atrofida pul oladiganlar. Mana shu odamlar ko'pincha eng ko'p savol beradi. Chunki ularning pensiyasi mehnat staji yetarli bo'lmagani, ish haqi past bo'lgani yoki hujjatlar to'liq bo'lmagani sababli minimal darajaga yaqin bo'ladi. Agar davlat minimal pensiya yoki minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'liq chegarani oshirsa, aynan shu guruhda sezilarli o'zgarish bo'lishi mumkin. Masalan, bir opa 920 ming so'm atrofida nafaqa olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin uning puli faqat foiz bo'yicha emas, balki eng kam miqdor talabi bo'yicha ham ko'tarilishi mumkin. Bu degani u oddiy foizdan ko'ra boshqacha hisob bo'yicha oshgan pul olishi ehtimoli bor. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham farq bor. Nogironlik pensiyasi odatda ish staji, sug'urta badallari va nogironlik guruhi bilan bog'liq. Nogironlik nafaqasi esa ayrim holatlarda ijtimoiy yordam sifatida tayinlanadi. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs va bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarning to'lovlari bir xil emas. Agar indeksatsiya umumiy pensiya va nafaqalarga taalluqli bo'lsa, bu guruhdagi odamlarda ham yangilanish bo'ladi. Lekin aniq summa har bir shaxsning hujjatidagi asosiy to'lovga qarab aniqlanadi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda oila a'zolari soni muhim.
Masalan, marhum otaning ish staji va ish haqi asosida farzandlarga pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin umumiy pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Lekin agar bir oilada 2 nafar bola oluvchi bo'lsa, boshqa oilada 3 nafar bola bo'lsa, summa va taqsimot farq qiladi. Men buni alohida aytyapman. Chunki ko'pchilik falon oilaga shuncha tushibdi, bizga nega kam deb solishtiradi. Bu solishtirish doim ham to'g'ri emas. Chunki hisobning ichida oila tarkibi, tayinlangan ulush, o'quvchining ish haqi va pensiya hujjatlari bor. Endi oddiy hayotiy misollar orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Ahmad ota 38 yil ishlagan. Lekin oxirgi yillarda oyligi uncha katta bo'lmagan. U 1.6 million so'm pensiya oladi. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi oshadi, lekin qo'shiladigan summa juda katta bo'lmasligi mumkin. Chunki bazasi o'rtacha. Agar 10% deb olsak, qo'shimcha 1.65 million so'm atrofida bo'ladi. U bank kartasi 1.1 million so'mga yaqin pul ko'rsa, bu mantiqan tushunarli. Ikkinchi misol, Dilbar opa budjet tashkilotida uzoq ishlagan. Pensiyasi 2.7 million so'm. Xuddi shu shartli 10% da uning qo'shimchasi 2.7 million so'm bo'ladi. Shuning uchun Ahmad ota bilan Dilbar opaning oshgan puli bir xil chiqmaydi. Bu adolatsizlik emas. Bu foizli indeksatsiyaning tabiiy natijasi. Kimning eski bazasi yuqori bo'lsa, foizdagi qo'shimcha ham ko'proq ko'rinadi. Uchinchi misol, Karim aka minimal darajadagi pensiyaga yaqin to'lov oladi. Uning hujjatlarida staj yetarli emas. Ayrim yillar tasdiqlanmagan. U nega mening pensiyam past deb yillar davomida norozi. Indeksatsiya uning pulini oshiradi, lekin asosiy muammo baribir hujjatlar bilan bog'liq bo'lib qoladi. Agar u eski ish joylaridan arxiv ma'lumotnomasi olib kelsa, mehnat daftarchasidagi yo'qolgan davrlarni tasdiqlasa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Demak, indeksatsiyani kutish bir masala, hujjatni to'g'rilash esa alohida masala. 4-misol, yolg'iz yashaydigan pensioner dori-darmon uchun har oy 400 ming so'm sarflaydi. Uning pensiyasi 20.500 ming so'mdan 20.6 ming so'mga oshdi deylik. Tashqaridan qaraganda bilib 20 ming so'm qo'shildi. Lekin bu pul real hayotda bir haftalik dori yoki oziq-ovqat xarajatiga ketishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga shuni aytaman. Faqat qancha qo'shildi deb emas, endi budjetimni qanday qayta taqsimlayman deb qarash kerak. Yangi summa tushgach, birinchi navbatda dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat va qarz majburiyatlarini alohida yozib chiqing. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Indeksatsiya sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror 1 avgustdan kuchga kirsa, hamma odam 1 avgust kuni ertalab yangi summani ko'radi degani emas. Pensiya to'lovlari hududlar, banklar plastik karta yoki naqd berish tartibiga qarab bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ba'zi odamga oy boshida tushadi, ba'ziga o'rtalarda, ayrim joylarda grafik bo'yicha beriladi. Shuning uchun 1 avgust kuni pul tushmasa, darhol vahimaga tushmaslik kerak. Avval to'lov grafikini aniqlang. Ikkinchi noziklik, eski oy uchun eski summa, yangi oy uchun yangi summa bo'lishi mumkin. Agar siz iyul oyiga tegishli pensiyani olayotgan bo'lsangiz, u eski hisobda kelishi mumkin. Avgust oyiga tegishli to'lov esa yangi hisobda bo'ladi. Ba'zan odamlar SMS xabarnomani ko'rib menga oshmagan deydi, lekin aslida u oldingi davr to'lov bo'lishi mumkin. Shu sababli SMS kelgan sanaga emas, to'lov qaysi oy uchun berilganiga e'tibor bering. 3-noziklik, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa majburiy ushlab qolishi bo'lsa, kartaga tushgan summa rasmiy hisoblangan pensiyadan kam ko'rinadi. Masalan, sizning yangi pensiyangiz 2 million so'm deb hisoblandi. Lekin 200 ming so'm ushlab qolinsa, kartaga 1.8 million so'm tushadi. Odam esa menga 2 million bo'lishi kerak edi, nega kam deb o'ylaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasidan yoki tegishli tashkilotdan hisob varaqasini so'rash kerak. 4-noziklik, ustamalar hamma uchun bir xil emas. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari. Ayrim mukofot yoki unvon egalarida qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslarda parvarish bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Yolg'iz keksalar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bo'yicha alohida yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi avtomatik ravishda har bir pensionerga qo'shilmaydi. Huquq bo'lsa, hujjat bo'lsa, tizimda aks etsa, shunda hisobga olinadi. 5-noziklik, pensiya ishlovchi pensionerlarda ham savol tug'diradi. Agar pensioner ishda davom etayotgan bo'lsa,
uning pensiyasi to'lanish tartibi, qayta hisoblash talablari va ish staji qo'shilishi bo'yicha alohida qoida bo'lishi mumkin. Ishlayotgan odam, men hozir ham badal to'layapman, demak darhol pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi. Lekin ishlagan davrni pensiyaga qo'shish odatda ma'lum tartib va muddat bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun bunday pensionerlar ish joyida ma'lumotlarni tekshirtirib, elektron bazada bandlik davri to'g'ri aks etganini ko'rishi kerak. 6-noziklik hujjatlardagi xatolar. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan muammo shu. Familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana mehnat daftarchasida pasportdagidan farq qiladi. Ish joyining nomi eski nom bilan yozilgan. Arxida buyruq raqami topilmaydi. Oylik ma'lumotlari to'liq emas. Bolalarning barchasi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham, asosiy bazadagi xato tuzatilmasa, odam baribir kamroq pul olib yurishi mumkin. 7-noziklik. Qo'shnimniki oshdi, meniki oshmadi degan holat. Bu gapni eshitganda men birinchi bo'lib 3 narsani tekshiraman. To'lov turi bir xilmi? Eski summa bir xilmi? Ushlab qolishlar bormi? Ko'pincha javob shularning birida bo'ladi. Bir mahallada yashash, bir yoshda bo'lish yoki bir bank kartasidan foydalanish pensiya bir xil bo'ladi degani emas. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Endi amaliy qadamlar. Men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi. Agar sentyabrda ham o'zgarish bo'lsa, uni ham belgilang. Faqat xotiraga ishonmang. Bank SMSlari, mobil ilova, bankomat chekini yoki pochta orqali olgan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki Maybankka Kuf uz orqali pensiya hisobingiz bo'yicha ma'lumot olishga harakat qiling. Sizga kerak bo'ladigan asosiy savollar: mening pensiyam qaysi tur bo'yicha tayinlangan? Asosiy pensiya miqdori qancha? Ustamalar bormi? Ushlab qolish bormi? Indeksatsiyadan keyingi hisob qanday bo'lgan? Agar xodim og'zaki tushuntirsa ham. Imkon qadar yozma yoki elektron javob oling. Yozma javob keyingi murojaatlarda juda muhim bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha TMK yoki tegishli tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir joyga yig'ib qo'ying. Juda ko'p odamlar aynan hujjat tarqoqligi sababli o'z haqqini vaqtida talab qila olmaydi. 4-qadam, agar summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya miqdorini indeksatsiyadan keyin qayta hisoblab, hisob-kitob tartibi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Keyin FIH, yashash manzili, telefon raqam, pasport ma'lumotlari va imzo qo'yiladi. Arizani 2 nusxada topshirgan ma'qul. Biri tashkilotda qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 5-qadam, agar ish staji yetishmayotgan bo'lsa, eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv izlang. Korxona yopilgan bo'lsa ham, hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona yo'q, demak stajim ham yo'q deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Arxivdan ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozim, ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma olinadi. Shu hujjatlar asosida pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 6-qadam. Bank bilan bog'liq muammoni pensiya muammosi bilan adashtirmang. Agar SMS kelmagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank ilovasida summa ko'rinmasa yoki plastik muddati tugagan bo'lsa, bu pensiya hisoblanmadi degani emas. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan pul o'tkazilmaganini aniqlang. Muammo qayerda ekanini bilmasdan turib bir tashkilotdan ikkinchisiga yurish odamni charchatadi. 7-qadam. Oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. SMSni o'qimaydi, hujjatni tushunmaydi. Farzandlar va nabiralar ularning pensiya kartasini nazorat qilayotganda ehtiyot bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l: keksaning roziligi bilan bankdan ko'chirma olish, pensiya bo'limidan ma'lumot so'rash, hujjatlarni tartibga keltirish. Bu nafaqat pul masalasi, bu keksaning huquqini himoya qilish masalasi. 8-qadam. Rasmiy manbalarni tekshiring. Telegramdagi har xil xabarlar, hammaga falon pul berilar ekan degan gaplar, tasdiqlanmagan jadvallar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Siz prezident farmoni,
hukumat qarori, pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralarning e'lonlariga tayaning. Agar jadval ko'rsangiz, uning sanasi, manbasi va qaysi to'lov turiga tegishli ekanini albatta tekshiring. Yana bir muhim maslahat. Yangi summa tushgach, uni darhol to'liq sarflab yubormang. Men bilaman, pensiya ko'p oilada yetmaydi, lekin baribir birinchi kunning o'zida hamma qarzni yopib, keyin oy oxirida pulsiz qolish xavfli. Avval majburiy xarajatlarni yozing. Dori, kommunal, oziq-ovqat, transport, telefon, qarz, keyin qolgan pulni haftalarga bo'ling. Masalan, oyga 20 million 900 ming so'm olsangiz, 500 ming so'm kommunal va dori darmon ketadi, 20 million 400 ming so'm qoladi. Uni 4 haftaga bo'lsangiz, haftasiga 320 ming so'mdan reja qilasiz. Bu oddiy usul, lekin juda ko'p oylarda tartib yaratadi. Agar sizning pensiyangiz umuman oshmagan bo'lsa, 3 ta ehtimolni tekshiring. Birinchisi, siz hali yangi oy to'lovini olmagansiz. Ikkinchisi, sizning to'lov turingiz aynan shu indeksatsiya doirasiga kirmasligi yoki boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Uchinchisi, texnik yoki hujjatdagi xato bo'lishi mumkin. Shuning uch xulosa chiqarishga shoshilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l bank ko'chirmasi, pensiya hisob varaqasi va yozma murojaat. Bugungi asosiy xulosa shuki, 1 avgustdan keyingi indeksatsiya pensiya va nafaqalar miqdoriga ta'sir qiladi, lekin hammada bir xil summa qo'shiladi degan qo'yda yo'q. Har bir pensionerning to'lov turi, eski pensiya miqdori, staji, ustamalari, ushlab qolishlari va hujjatlari alohida ahamiyatga ega. Kimdir ko'proq qo'shimcha oladi, kimdir kamroq oladi, kimdadir esa hujjatdagi muammo sababli qayta hisob kitob qilishga ehtiyoj tug'iladi. Men sizga tavsiya qilaman. Pul tushishini kutibgina o'tirmang. O'z hisobingizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Shubha bo'lsa yozma ariza bering. Ayniqsa minimal pensiya oladiganlar, nogironlik to'lovi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ishlovchi pensionerlar diqqatli bo'lish kerak. O'z haqingizni bilsangiz, uni talab qilish ham osonlashadi. Sizda pensiya oshdimi yoki hali eski summa tushdimi? Qaysi hududdansiz va kartangizga qancha farq bilan pul keldi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, staj, qayta hisob-kitob va hujjat masalalarini yana oddiy tilda tushuntirib boraman.